bratlarim. Chiqib ketdim-da. Boshqasiga kiramiz. Hozir o'yin o'tini mazza qilib. Hozir namasiga kirib, mana. Uy. Hozir mana o'lib ketaman. Qana qo'yishim kerak buni. Lekin o'ldirmadim. Buni kiyimi tushadi mana. Hozir kiyimini kiyib olay. Hali kiyimim yo'q. Ishtonim bor. Mana bor. Kiyim olganmi? Kiyim yo'q ekan. Kiyim tushmadi. Oldin kiyib oldim. Mana aka o'qib ketdi. Mayli. Qilganimiz kerak. Xullas, men uyni buzib tashladim. Masjidga uyqurmayapman. Uyni buzib tashladim. Masjidda yashardim. Kompotli uyda yashab turibman hozircha. Hamma sharoiti bor. Men hozir kechqurun edi, men uxlab turgandim. Xullas, buzildi-da telefon. Mana bo'lib qoldi. Bitta yoqqanimda qorong'i tushdi-yu. Maturda ketgan bo'lsa kerak deb o'ylab turdim. Ertalab kech uxlamadim-da. Hech kun uxlamaganman desalar, 2 kun uxlamadim. Yo'q, 3 kun uxlamadim. Даже. Men maktab qurmoqchi edim. O'xshamadi, buzib qo'ydim bir joyini. Xullas, u joyini qurib oldim birinchi. O'shandan keyin o'ldi. Shundan keyin qo'ya olmadim video. Bu birinchi qismi, yangi video chiqqan, birinchi qismi bu. YouTube'ga joylamadim. YouTube'da ko'rmasanglar bo'lmaydi. Men hozir shu yerda ko'rsanglar ham bo'laveradi. Hozir ko'rasizlar video. Lekin obuna bilan like bosib qo'yinglar. Obuna bilan like bosib qo'yinglar, iltimos. O'zi birinchi narsaga chiqmoqchiman. Chunki birinchi oltin knopkani olmoqchiman. Oltin knopka. Birinchi qism bu, hali ikkinchi qismi ham bor. Birinchi qismi tugadi.